Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yana bir arabachamiz tayyor bo'ldi. Bu samarqandlik vatandoshimiz uchun chiqaryapti. Bu yigitni bo'yi balandroq bo'lganligi uchun kattaroq tayyorladik. Mana holati 70 kg 80 kg dan oshib yurlarni ham ko'tarishi mumkin. Suyanchiqlari bor, bog'lagicha bor, belidan. Mana bu fartushalari yuvib yana joyiga o'rnashtirish mumkin. O'tirishlari yumshoq. Buni yana anaqasi u tepadan qo'yilmaydi bola. Mana bu yerdan kiradi. Mana bu ilmoqdan chiqarib turib, oyog'ini orasidan o'tkazib yana ilib qo'yish mumkin. Buni bu holatda ilinadi. Mana bunday holatda oyog'ini orasidan o'tkazib ko'tarib turib, mana bu joyga o'rnashtirib qo'yiladi. Hozirchasini keyin bularni to'g'rilab qo'yilaveradi. Joyga o'rog'ichida. Keyin bitta jihati bunga zivonlar qo'yib qo'ydik. Yurib ketib turganda chalishi mumkin. Endi o'g'il bolalar motorli shunaqa qo'ng'iroqlarga ishboz bo'lardi. Hamma yo'llari mukammal tayyorlangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.